Firibgarlik mavzusi bilan davom etamiz. 2025-yil 28-dekabr kuni Buxoroda noma'lum shaxs mansabdorning nomidan foydalanib Telegram orqali kiber jinoyatni amalga oshirgan. U soxta akkaunt yaratib, o'zini go'yoki tashkilot rahbari deb tanishtirgan va odamlarni chuv tushirishga uringan. Xo'sh, buning oqibatlari qanday bo'ldi? Navbatdagi lavhada shu xususida so'z boradi. Sxema juda oddiy. Jinoyatchi firibgarlik yo'li bilan Telegram orqali hamyonini to'ldirishni maqsad qilgan. O'ylagan rejasini amalga oshirish uchun firibgar dastlab odamlarning ishonchiga kirishi va niqoblanishi zarur edi. U Buxorodagi nufuzli tashkilot rahbarining nomidan foydalangan. Buning uchun nishonning bir nechta suratlarini soxta akkauntga joylash orqali esa ilk yurishini amalga oshirgan. Viloyatda faoliyat olib borgan bir qator korxona va tashkilot rahbarlariga xizmat topshirig'i mazmunidagi xabarlarni yuborish firibgarning keyingi qadami edi. Ish yuklatilgan shaxsni ortiqcha ovoragarchilikka qo'ymaslik vaji bilan masofadan turib pul o'tkazmasini amalga oshirib berishini va shu orqali masalani hal etish mumkinligini aytib, jabrlanuvchilarning biridan 8 million so'm miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Ushbu shaxs, demak, 1980-yilda tug'ilgan shaxs bugungi kunda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasiga olib kelindi va u bilan hozirda tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. 45 yoshli Olot tumanida tug'ilgan va muqaddam bir necha marta sudlangan fuqaro firibgarlikning boshida turibdi. 2025-yil dekabr oyining o'rtalarida eski bir ishlatib yurgan raqamning bir Telegram nimasi bor edi. Mansabdor shaxslarni rasmini yuklab olib, tashkilot rahbarlariga SMS xabar yuborgan. SMS xabarining bittasiga bir mansabdor shaxs javob yozdi. Javob yozganda xizmat bor degan so'zimga nima xizmat deganlarda 8 million so'm pul miqdorini aytganimda o'sha zavod tashlab berdilar. Tashlashlari bilan hamma narsani o'chirib tashlab, o'sha Telegram messenjerni ham o'chirib, udalits qilib qo'ydim. Afsusdaman juda. Hech qancha muddat o'tmadi, birdaniga topib olishdi ham. Men uni udalits qilgan bo'lsam ham, boshqa qilgan bo'lsam ham, eski bo'lsa ham topib olishdi. Ayni paytda jinoyatchining shunga o'xshash boshqa firibgarliklarga aloqadorligini aniqlash maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, jinoyat ishi yuzasidan dastlab tergov harakatlari hozirgi kunda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan olib borilmoqda. Bu kun Shahzod Abdullayev, Bekzodjon Zokirov, Buxoro.